Davom etamiz. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi tomonidan Nurafshon shahridagi 4-maktabda 4-sinf o'quvchilari o'rtasida Pearls tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligi baholash va rivojlantirish mavzusida trening tashkil etildi. Hozir shu haqda. Bu tadqiqotda hozir kunga kelib 60 dan ortiq davlatlar ishtirok etmoqda. Shular qatorida O'zbekiston ham 2026-yil aprel-may oylarida xalqaro tadqiqotning asosiy sinov bosqichlari bo'lib o'tadi. Aynan bugungi trening ham O'zbekistonning xalqaro tadqiqotlardagi muvaffaqiyatli ishtiroki, o'quvchilarning bilim darajasini yetarli darajada xalqaro hamjamiyatimizga yetkazib berish maqsadida tashkil etilgan. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi tillarni o'qitish kafedrasi mudiri Nazokat Dushayeva ham o'tgan 2025-yilda Ozarbayjon Respublikasida o'tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiyada ishtirok etib, pedagogik tajribalarni o'rgandi va bugungi treningda egallagan bilimlarini o'qituvchilarga ulashdi. Inklyuziv, ya'ni so'zida nuqsoni bor yoki ana shu o'zlarini eshitishda nuqsoni bor bolalarni ham bizda amaliyot sifatida olib kelib ko'rsatishdi. Shu Ozarbayjonda o'rgangan xalqaro tajribamizni biz o'rtoqlashyapmiz. Ular bilan mana shunday inklyuziv sinflarda qanday ta'lim berishni, o'quvchiga qanday munosabatda bo'lishni o'rganib kelgan metodlarimizni mana shunday master klass qilib hozir o'tib yuribmiz. Toshkent viloyatida 11 ta maktabimiz ishtirok etishi belgilangan. Pearls tadqiqotining ochiq e'lon qilingan matnlarini o'quv jarayonlarida samarali qo'llash, ularda o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun treninglar tashkil etib borilmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotlar yurtimizda ta'lim sifatini oshirish, o'zaro tajribalar almashinuvida muhim ahamiyat kasb etadi.